Assalomu alaykum azizlar. Bugun tuman Nuroniylar jamoatchilik kengash a'zolari tumanimizdagi olib borilayotgan obodonlashtirish ishlarini ko'zdan kechirdilar. Qishloqni, tumanni qaysi bir chekkasiga bormang, butun mahallalarda obodonlashtirish ishlari hukm surmoqda. Ya'ni piyodalar yo'lakchalari, ko'zi ojizlar yo'lakchalari, velosiped haydovchilar yo'lakchalari alohida e'tibor bilan tashkil qilinmoqda. Ayniqsa kechki paytga borganda bularni yoritish chiroqlari o'rnatilishligi va alohida dam olish uchun stullarga joy qilinganligi, bularni ko'rib behad quvonasiz va olib borilayotgan muhtaram prezidentimizni qishloq sharoitdagi infratuzilma islohotlarni izchil amalga oshirishdagi bu qilinayotgan, yaratilayotgan tizimlari o'z isbotini topayotganligidan behad nuroniylar quvondilar va muhtaram prezident haqlariga, butun shu tashkilotchilarga hammalarini duolar qildilar. Men bir nuroniy sifatida mana shu tumanimizdagi olib borayotgan obodonchilik ishlarini ko'rib ochig'i quvondim. Chunki shu yurtda, shu Uychi tumanidan tug'ilganligimdan faxrlandim. Men bir so'z bilan aytganda, nuroniylar butun olib borayotgan ishlarimiz yoshlar tarbiyasida, ajrim yoqasida barcha qilayotgan ishlarimiz 405-qarori ijrosi kambag'al oilalarni xonadonma-xonadon kirish, mahalla obodligi, mehr saxovat oyligi doirasida juda katta ish qilinayotganligini bir guvohi bo'lib, xursandchiligimdan quvonib turibman-da. Men fursatdan foydalanib butun xalqimizni, butun mamlakatimiz xalqini yaqinlashib kelayotgan eng aziz, eng ulug' bayram mustaqilligimizning 35 yilligi bilan samimiy muborakbod etaman. Iloho yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Har bir qilinayotgan ishlari xayrli, barakotli bo'lsin.